Xo'sh, balki biror nima qilarmiz a? Chunki o'rab olishibdi. Bilmadim, lekin men yordam berishim amri mahol. Yaralanganman axir. Bu tushunarli, lekin bu yerda ko'p qola olmaymiz axir. Ovqat ham tugab boryapti. Yana bu yerdan chiqish qiyin. Bir o'zim eplashim mumkin, lekin meni ko'rib biror nima qilib o'tib olishlari mumkin bu yerga. Ana shunda juda ham yomon bo'ladi. To'g'ri. Lekin avvalgi narsalarimni aniqroq qurollarimni o'qlab olishim kerak va biror nima qilishga harakat qilib ko'raman. Okey. Agar yaralamagan bo'lganda yordam bergan bo'lardim rostdan. Mayli, mayli. Hech qisi yo'q. Xo'sh, patronlar juda ham kam. Bo'ldi. Bularni olib qo'yaman. Yaxshi. Binokl bu yerga, bu yoqqa bo'ldi. Bo'ldi joyda. Mayli, omad tila. Omad. Bo'pti. Boshlaymiz. Lekin eshikni sindira olishsa, avtomatingiz bilan qo'llab yuborasiz, bo'ladimi? Albatta, lekin yaralanganman axir. Aytgancha. Istasangiz mana sizga bint, yarangizni bog'lab olishingiz mumkin. Shundoq ham bog'langan. Lekin mayli, yordam beraman. Bu aniq. Mayli. Yo'q, bintni olishing mumkin. Kerak emas, kechroq berasan. Okey. Xo'sh, nima qilamiz? Boshlaymiz. Unda televizorni hozir olaman va to'sib qo'yaman asta. Sekin harakat qilish kerak. Aks holda ular bizni payqab qolishsa va hujum qilib qolishsa yomon bo'ladi. Boshlaymizmi? Albatta. 3-marta boshlashimiz. To'g'ri. Mayli. Jenarson menimcha harakatga kelib qolishdi. Yo'q. Bo'pti. Drafik tayyor. Boshlaymiz. Jenarson aytdim-ku, kelishdi. Yurishibdi. Xo'sh, shu yo'mayo bu yerda yosh bolalar ham bor. Stop. Nima qilay? Yo'mayo. Tepada teshikmi nimadir bor ekan, o'sha yerdan o'tib kelib, yo'mayo o'tib kelishyapti. Jenarson. Mana bu muammo. Bilasizmi nima qilishni agar ochsa? Bo'la qol, harakatlan. Hop, hozir. Televizor. Yaxshi, televizor menda endi hozir yopib qo'yaman bu yerni. Opa, bo'ldi. Endi kira olishmaydi, albatta. Lekin televizor ushlab qola olmasligi aniq yoshlarni. Shuning uchun mana buni olishimiz kerak. Stop, bu yerda ham teshik bor ekan. Jenarson, agar hozir uni ochsak, u yer ochilib qoladi, lekin buni olmasak ham bo'lmaydi. Shkaf. Shkafni olaman, yaxshi. Stop. Bu yerda ham turib bittasi, lekin bu yerdan tortishmasa kerak. Agar yoshlari chiqib qolishmasa, tortishmasligi aniq bo'ldi. Xo'sh, televizor Jenarson qaysi olib oldi? Mayli, bo'pti. Mana hozir bu yerdagi ketdi. Yaxshi, kravatni ham olaman. Okey. Chunki hozir bir narsa xayolimga keldi. Agar qila olsam bo'ladi. Bu yoqqa yaxshi. Bu yerda sandiq bor ekan. Shunda ham o'tib olsa ekan. Okey. Unda buni hozir mana bu yerga qo'yib qo'yishim kerak. Xo'sh, Jenarson o'tib keldi. Buni yerdan tepadan mayli. Buni bu yoqqa bo'ldi, yaxshi. Desa, sim to'sini olib tashlash kerak. Lekin sim to'sini olib bo'lmaydi-ku. To'g'ri, lekin buzishdan boshqa ilojimiz yo'q. Axir ularni yo'q qilishimiz kerak. Mayli. Xo'sh, bo'ldi. O'ylashimcha shu yerdan o'ta olsam kerak. Jenarson hammasiga tegmayapti. Teparoqqa chiqish kerak. Buning uchun esa hozir patologni sindiraman. Hozir bu yerni va bu yerni bo'ldi. Yaxshi. Jenarson. Opa. Bo'ldi. Xo'sh. Endi bu yerdan hozir Dravik va mana. Televizorni shu qo'lda ekan bo'ldi. Televizor pastga tushdi, yaxshi. Boshqa yo'q. Aytgancha orqa tarafdagisi yo'q. Orqa taraf ham bo'sh, yaxshi. Janob Shon? Hammasi tayyor. Meni sensirasing ham mayli. Yo'q. Yo'q, endi do'stlarmiz. Mayli, Shon unda hammasini tozaladim. Tayyormisan ketishga? Albatta. Bu yerda o'zi anchadan beri qolib ketdik. Anchadan beri deganing kecha. Baribir men yurishga o'rganganman, lekin yaralanganimdan so'ng o'tirishga to'g'ri kelyapti. Hech qis yo'q, hozir bo'ldi. Kravatni joyiga, hammasini joyiga qo'yib qo'ydim, chunki qaytishimiz bor hali. Shiftni ham yopib qo'yish kerak. Hozir televizorni ham olaman va joyiga qo'yaman hozir buni. Bu yoqqa bo'ldi. Yaxshi, tashqari bo'sh, yaxshi, televizorni oldim. Endi buni joyiga qo'yaman. Hoppa, bo'ldi. Endi ketsak bo'ladi. Tayyormisan? Xo'sh, menda hamma narsa joyida, lekin patronlar yo'q. Nima qilamiz? Menda patronlar yetarli, shuning uchun kel politsiya uchastkasiga boramiz. Iltimos, to'siqni olib tashlab sakra olmayman. Okey. Shu yerdan to'g'ri ketaversak chiqamiz. Shu yerdanmi? Yaxshi binoga qarab. Qaysi? Yo'q, sariq ekan, bo'la qol. To'g'rigami? Okey.
Ha, mana ko'ryapman sariq bino. Ana shundan keyin katta ko'k bino bor. Okey, bu yerda qanaqadir qamoqxona ham bor ekan. Ha. Xo'sh, bu qanaqadir bozor yoki do'koncha bo'lsa kerak. Bilmadim. Bo'sh hammasi. Kelyapsizmi? Ha. Xo'sh, bu yerda kartoshka aynagan. Bu yer bo'sh. Mayli. Bu yerda golf tayoqchasi yo'q, bizga kerak emas. Bu ham kerak emas. Okey. Hozir ko'rdim, mayli, ko'k bino turibdi. Boraver. Lekin yo'limizga hech kim chiqmagani ham yaxshi. Xo'sh, boshqa hech kim yo'q. Ajoyib. Bu yerda qanaqadir qamoqxonaga o'xshayapti. Yo'q, lekin men yoshligimda bu politsiya uchastkasi edi. Yo'q, aytgancha bu yerda yashagandingiz-a? Ha, yoshligimda men va ukam. Balki ukangizni qidirishga borarmiz. Yo'q, uni tirik qolganiga ishonchim komil emas. Agar tirik bo'lganda kelgan bo'lardi. Lekin bu yerda hech narsa yo'q, faqatgina qamoqxona. To'g'riga bor, o'sha yerda xona bor edi. Xo'p, mana shu yerdami? Yo'q, shu ana buril. Mana bo'ldi. Bu yerda avtomat turibdi. Xo'sh, tak. Avtomat. Ham 4. Ajoyib. Buni qanday olish kerak? Ololmayapman. Harakat qil. Bo'ldi, oldim. Yaxshi. Ichida patronlar bor ekan, ajoyib, lekin boshqa bunga to'g'ri keladigan patron yo'q, jinursin. Bularni olib qo'yaman va M4 endi asosiysi bo'ladi. Xo'sh, balki qutularda shkafnichi bo'sh. Bu yer ham bo'sh. Jinursin qutini. Bu yerda mana patron bor ekan. Ajoyib, qancha? 9 ta va yana 28 ta. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas, ancha ketadi. Agar hujum qilishmasa, to'g'ri. Bo'pti, xo'sh, bu yerda hech kim yo'q. Endi qayoqqa? Endi ana shundan to'g'ri ketaver. Qayoqqa boramiz? Bu yoqqa, yashil binoga bor. Nima uchun? Bu yerda kasalxona bor, balki dorilar toparmiz. Lekin yaxshi. Ko'ryapman, katta bino. Shumi? Ana u yashildan keyingi. O'sha. Shuni, kattaligini. Va u yerda kimdir bor. Kim qolganlarmi? Yo'q. Menimcha mutant. Jonson hozir mutant bor ekan. Afsus, nima qilamiz? Siz shu yerda kutib turing, sen sirayver. Shon. Shu yerda kutib turing, men o'zim hammasini hal qilaman. Lekin birinchi yaxshilab ko'rib olishim kerak, lekin mutantlar bir o'zlari bo'lishmaydi. Har doim guruh bo'lib hujum qilishadi. Agar bir o'zlari bo'lganda, har doim yashirinishadi. Balki u ham yashirinib o'tirgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir yaxshi vaqtlar emas, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Xo'sh, bu yerdan jinarson kuzatishga. Bo'lish yerdan qarayman. Xo'sh. Menimcha bir o'zi oson bo'ladi. Mayli, Shon, sen shu yerda qol, xo'pmi? Men tozalab bo'lib, ularni o'ldirib chaqiraman. Okey. Xo'sh, vaqt ehtiyot bo'lish kerak. Bo'ldi, shu yerda hozir asta emaklab boraman. Yaxshi. Xo'sh. Vindovkani olib olish kerak. Ketdim. Ajoyib. Xo'sh. Qani. Tushunmadim, ko'rmay qoldimmi yerda yoki men ko'rmayapmanmi? Mayli. Davom etamiz. Xo'sh. Ovoz kelyapti, faqat sekingina hozir. Bo'ldi. Endi ko'r. Yo'mayu. Jinursin buni. Hozir sekin. Yeramas. O'tirib olganimcha. Xo'sh, jinursin. Yo'mayu patron. Jinursin qo'yilmagandi. Hozir. Bo'ldi. Tinchitdim. Lekin menimcha qolmadi 3 ta yoki 4 ta bo'lishgan. Ajoyib. Hozir Shonni chaqirib kelaman. Shon, nima bo'ldi? Hammasini o'ldirdim, borsak bo'ladi. Ajoyib. Ketdikmi? Albatta. Xo'sh, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Ichkarida, tepa qavatlarda bo'lishlari mumkin. Menimcha o'q ovoziga kelishgan bo'lardilar. Balki yo'q, lekin buni olib olishim kerak. Hozir qilib olay. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, hozircha bu yerlar bo'sh. Okey, davom etyapman. Bu yerda ham hech kim yo'q. Yaxshi, xo'sh. Lekin ana yerda nimadir ko'rgan. Bu yerda zombi mutant. Okey, nima qilamiz? Bilmasam, o'ldir istasang. Demak, ular bu yerda ko'pchilik bo'lishgan va hozir ko'rmayapti. Jinarson qani endi?
qayergadir yashirinib oldi. Yo'qotdik. Okey, umid qilamanki do'stlarni chaqirib kelmaydi. Ha, jigarlarni ha shunday bo'lishi mumkin. Mayli bo'ldi, qaytaylik. Endi ishimizni bitirib tezroq ketishimiz kerak. Aha, qo'shilaman. Shundoq ertalab ko'p vaqt yo'qotdik. Hozirga tushib qolsa yomon bo'ladi. Qo'shilaman. Xo'sh, ikkinchi qavatda hech kim yo'q o'xshayapti. Davom et. Xo'sh, bu yerlar bu faqat polda teshiklar bor ekan, ehtiyot bo'lish kerak. Ha, yo'q, bo'sh ekan. Bu yerda kelyapsizmi? Ha, hozir. Jinosan bir hech narsa yo'q. Aytgancha yana sizlayapsanmi? Menimcha ha. Balki men senga aytgandek sen silaverasan, ha? Yo'q, sizlash qandaydir juda ham boshqacha o'rganib qolibman. Mayli, unda men hozir jin ursin. Ana, yana menga tushib ketmang deding, ha? Shunchaki ehtiyot bo'ling dedim. Yaxshi. Negadir shonni sensiray olmayapman. Tilim o'rganib qolgan shekilli sizga. Shuning uchun mayli, qanday bo'lsa shunchaligicha davom etaman. Xo'sh, mana tosh olib kelyapman. Hozir narvonni yoniga qo'yaman va o'tib olaman. Okey. Lekin tushib ketganim yomon bo'ldi. Bu yerda pastda ham yo'q kimdir yotibdi. Xo'sh, yaxshi. Yo'q, bu yerga ham bo'lishiga qo'yaman. Va tepaga. Meni ko'taryapti, ajoyib. Hozir bu yerda hech kim yo'q. Boshqani tepaga chiqaylik. Skelet, ajoyib. Lekin yangilik emas. Bu yerda yana kimdir osilib yotibdi. Xo'sh, odatiy kun bizda, shuning uchun ham hayron qolarli joyi yo'q. Xo'sh, bu yerda zina yo'q ekan rostdan ham. Mayli, hozir bu yerni ko'rib bo'lgandan keyin keyingi qavatga o'taman, chunki birdaniga tepaga chiqib ketdim. Shuning uchun ham tekshirish. Mana jin ursin topdik. Yaxshi. Narsalar saqlanadigan joy. Xo'sh, mana bintlar, gap yo'q, dorilar. Bintlarni olish kerak, yaxshi. Jin ursin. Xo'sh, bu yerda katta aptechkalar, jin ursin. Yaxshi, bularni ham hammasini olishim kerak. Xo'sh, tabletkalar, joyi. Bu yerda yana tabletka, yaxshi. Xo'sh, bu yerda yana aptechka, buni olamiz bu yoqqa. Xo'sh, bu yerda qanaqadir qon namunalari bo'lsa kerak, lekin teginmayman. Xo'sh, mana buni olaman. Ajoyib. Bo'ldi. Keyingi qavatlarda ham yaxshi narsalar uchraydi degan umiddaman. Xo'sh. Hozir esa birdaniga tepaga chiqsam. Stop. Nimani ovoz bo'ldi? Shon, bu sizmi? Tushunmadim. Qon. Lekin bu odatiy hol bizda yana bunaqangi tushdi. Xo'sh. Menimcha tushsa bo'lar ekan, yaxshi. Shu jin ursin. Qimirlama. Okey, lekin qurolingni tushir. Hozir ammo tushira olmayman, axir sizni bilmayman. Unda otishimga to'g'ri keladi. Men ham otaman. Otasan, ot bo'la qol. 1 2